Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Marhamat, gapni qisqaroq qilaman, she'rni boshlayman va so'ng ikki og'izim gaplashamiz. Sarlavhasi: yurtga ham nimadir bering-da. Onani e'zozlab har banda ko'ksida ko'tarib yuradi. Aytasiz-ku, ona vatan deb, yurtga ham nimadir bering-da. Men beraymas, menga bersin deb kutganlar ko'p, qarab ko'ring-da. Vatan bitta, bizlar millionlab, yurtga ham nimadir bering-da. Ona pulmas, hayot beradi. Mantiqan bir o'ylab ko'ring-da. Siz ham javob qiling orada, yurtga ham nimadir bering-da. Tinchlik degan ne'matning qadrin notinch yurt ahlidan so'rang-da. Faqat ber, ber deyishdan oldin yurtga ham nimadir bering-da. O'zni va farzandni o'qiting. Hoy havas bas, mantiqni o'ylang. Yaxshi urug' qadang va kuting, mo'l hosilni Allohdan tilang. Alisher she'ridan bir ma'no chiqaring, keling, o'tiring-da. Yurt ham bersin, mayli, lek ammo avval siz ham nedir bering-da. O'ylaymanki, tushunganlar tushundi. She'rimizdan xulosa demak, o'z-o'zidan ma'lum, naqoratdan ma'lumki, ya'ni avval biz ham, siz ham nimadir beraylik yurtimizga. Ya'ni kutishdan oldin, jamiyatimizdan, tashkilotlardan kutishdan oldin avval siz ham qo'lingizda boricha nimadir ham ezgulik qiling. Qisqasi shu edi. Fikrlaringizni kutib qolaman. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar.